Nökşimizi devamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. Endiki mavzu mındak. Aksaray mındak görsetti. Jungo bu yıl Amerika Koşmuş Ştatları. Jungo bu yıl Amerika Koşmuş Ştatları Suudi siyasetinin merkezinde durdu. Mavzulu haber 1. ayının 20. günü Amerika Avaz'dan Xitay Tili programı ilan kıldı. Haber mındak başlandı. Washington Aksaray əməldarları haftanın 5. günü aşkarlap mındak görsetti. Prezident Trump hükümeti bu yıl Suudi siyaseti cəhətdə Jungo bilen bolğan Suudi ticaret taraflarındaki meselelerini ve xərislerini noktalıq həll kılıdı. Amerika Koşmuş Ştatları Suudi vekili bugün Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'ne yollagan bir parça dokulatta mındak görsetti. Jungo Dünya Suudi Teşkilatı kiriştin burun bergen köp taraflik vədilərə əməl qılmadı. Amerika endi Suudi ticaret sahasında kanun icra qilishqa texmi ahamiyat berdi, lekin söhbət elib barmaydı. Şimdi üzüldü. Suudi sahasında Amerika kanun icra qilishqa ahamiyat berdi, lekin söhbət elib barmaydı. Demek Suudi ticaretki münasebet aldı. Jungo ile Amerika oturursa bunun için söhbet olmalı. Üzüvetti vatandaşım. İsmini aşkarlaştı halımıgan Aksaray'ın bir nefer əməldar mətbuat qımında görsen. Eğirlik noktasını Jungo'nun zimmisine koyuş gerek. Deydiğen köz qaraşla allaqaçan ortak tonuşqa erişti. Allaqaçan Amerika'da ortak tonuşqa erişti. Çünkü Jungo'nun Suudi faaliyet hareketleri del hazır Amerika'nın iktisadıga ve yarışarı Suudi sistemisiga eğer meselelerini keltirip çıkar. Dikkat hürmetli vatandaşım. Çünkü Jungo'nun Suudi faaliyet hareketleri del hazır Amerika'nın iktisadıga ve yarışarı Suudi sistemisiga eğer meselelerini keltirip çıkar. Ol küçüsü gazeti haber kılıp mındak görsetti. Aksaray'ın bu bir nefer əməldarı Prezident Trump hükümetinin Jungo'ga qandaq hareket kollanıdığanlığını aşkarlaştı, ret kıldı. Jungo'nun Amerika turistlik baş elçixanası mı bu gazetenin bu haberiga baho berish to'g'risidagi talablarga vaqtida javob qaytarmadi. Aksaray bir qancha turlik Jungo'nun Suudi faaliyetleri to'g'risida arz qilishni, qaror qilishning vaqt cheklamasiga duch keldi. Bundaq arz qilish Jungo'nun quyosh energiyasi taxtaylari, po'lat tömür mahsulotlari, alyumin birikmasi mahsulotlarini ishlab chiqargan tarmoqlarga bevosita qaratilgan edi. Amerika tarafının yani Jungo'nun aqliy mulk huquqi sahasida qilgan atkanlarini keng ko'lamda tekshirish tamamlanishga yaqinlab qoldi. Aksaray'ın iqtisod əməldari mındaq ko'rsatdi. Yaqinda prezident bir qator qarorlarni o'tirg'a chiqardi. Bu qarorlarning yadrosi Jungo'ning sanoat siyosatiga qaratilgan. Haftanın 3. günü yani ötken hafta Prezident Reuters, Prezident Trump Reuters agentliği muhbirinin ziyaretini kabul kılganda aşkarlap mındaq görsetdi. Jungo'nun aqliy mulk huquqini o'g'irlash qilmishini tekshirganda qattiq jazolash vositasini o'ylashimiz. Prezident yana mındaq ko'rsatdi. Qattiq jazolash senin tasavvurundan alqib tushdi. Eğer ziyon zahmat paydo qiladi. Lekin Prezident Trump bu so'zni texmi ilgirlab tushuntirmadi. O'tgan yil 8. ayda Amerika Suudi vekili Leitzer 1974-yili tuzilgan Suudi qonuniga asosan shu qonunning 301 moddasi bo'yicha Jungo'ning Suudi qilmishlarini tekshirishni jakarlagan edi. Biz bunu sizlerge söz degan vatandaşlarlık siya qilib.
Endi bunun neticesi kelyapti. Prezident Trump ve Prezident Trump hükümetinin amaldorlari Dünya Savdo Teşkilatı'nın aniqlik derecesi kam. Bu yerdeki xodimlar da mesele var deb tanqidlab, Dünya Savdo Teşkilatı bu fonksiya ötəşki tegishlik mas'uliyatdan yiroqlab ketdi deb aybladi. Amerika Savdo vakili haftaning 5-kuni e'lon qilgan Jungoning Dünya Savdo Teşkilatı'nın nizomnomalariga amal qilmaganligi to'g'risidagi dokladda mundaq ko'rsatdi. Jungo Dünya Savdo Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirishdan burun bergan va'dalarga amal qilmadi. Qonunga asoslanib, savdo vakili har yili Amerika Davlat Majlisiga doklad topshirdi. Dokladda savdo vakili Leitzer mundaq ko'rsatdi. Rossiya bilan Jungoning Dünya Savdo Teşkilatı'ning nizomnomalariga amal qilish ahvoli to'g'risidagi dokladda mundaq ko'rsatildi. Ba'zi iqtisod gavdalari bozorni ochib etib, adil savdo qilish va qatnashishni xohlamaydi. Ularning bu harakatlari Dünya Savdo Teşkilatı'ga a'zo bo'lgan davlatlarning aniq o'ylaganlari asosidagi bozor yo'liga mos kelmaydi. Dünya Savdo Teşkilatı'ning negizlik prinsiplariga xiloflik qilib, yer shari savdo sistemasiga tahdid paydo qildi. Jungo. Bu yillik Jungo to'g'risidagi dokladda nurg'un masalalar o'tirib qo'yildi. Dokladda mundaq deyil, Dünya Savdo Teşkilatı'nın ko'p taraflik savdo sistemasini qo'llashga va'da bergan 20 yildan keyingi bugungi kunda Jungo hukumatining keng ko'lamli o'zgarmaydigan bir ahvolda aralashish siyosiy harakatlari import va mulozimatni cheklash, chet ellik sanoat savdogarlar va mulozimat bilan ta'minlovchi savdogarlarning bozorga kirishini cheklash. Dokladda yani Jungo'ni ayblab mundaq ko'rsatildi. Jungo'ning boshqaruvchi organlari Amerika shirkatlarining texnik o'tinib berishi va aqliy mulk huquqini o'tinib berish bermaslik jihatda o'zining qaror qilishiga yo'l qo'ymaydi. Masalan, Amerika shirkatlari va chet el shirkatlari texnik o'tinib bersang bozorga kira olasan dedi. Şu to'g'rida Amerika şirketleri ve chet el şirketleri texnik o'tinib berish bermas to'g'risida ularning qaror qilishiga yo'l qo'ymaydi deydi.